Kunlar isishi bilan hamma dam olish maqsadida oila a'zolari bilan tabiatga chiqishadi. Keling, sizlar bilan yong'in xavfsizlik qoidalarini eslatib o'tamiz. Yong'inni nazoratsiz qoldirmang, bolalarni yong'inning oldiga yaqinlashtirmang. Hurmatli fuqarolar, bolalarni nazoratsiz suv bo'yida o'ynashga yo'l qo'ymang. Bu farzandlaringizning suvga tushib ketishiga va ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, avtomobilingiz ichida shisha idishlarni qoldirmang. Ular linza vazifasini bajarib, avtomobilingizda yong'in kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Dam olishdan qaytayotganingizda shisha idishlar va linza vazifasini bajaruvchi buyumlarni qoldirmang. Bu dala maydonlarida yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ogoh bo'ling. Avtomobilingizni qir, jarlik yoki notekis xavfli hududlarga qo'ymang. Bunday beparvolik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ochiq maydonlarda, dam olish maskanlarida hamda aholi gavjum joylarda gaz ballonlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Gaz sizib chiqishi, noto'g'ri foydalanish yoki texnik nosozliklar natijasida portlash va yong'in kelib chiqishi mumkin. Bu esa insonlar hayoti va salomatligiga jiddiy xavf soladi. Tezroq bo'ling, tog'ga boramizmi? Ha, asallarim, hozir Hurmatli boramiz. fuqarolar, dam olish uchun tabiatga chiqishda ob-havoga e'tibor bering. Kuchli yomg'ir va sel xavfidan ogoh bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni xavf ostiga qo'ymang. Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilsak, mol-mulkimizni ham, hayotimizni ham asrab qolamiz. Eng muhimi, befarq bo'lmang.